avvalgi qismlarda. LJ va Sarani yangi suratlarini talab qildingmi? Ha, Qani ular? u ko'rsatdi, lekin olishga ruxsat bermadi. Mayli. Kimligini bilmoqchiman. Ismini Salins dedi. Alex, kirganing uchun rahmat. Salom, Len. Nima bo'lyapti? Xonangizni har xil agentlar tintuv qilyapti. Men seni taniyman. Menimcha yo'q. Ha. Sen Makfadosan-ku. Kim bilandir adashtiryapsiz. Elchi bilan birga eding. Sen meni bilmaysan, men esa seni. Lekin meni bu yerdan olib chiqishing kerak. Ertaga qochasiz. Kunduzi 3da. Tunda demoqchimisan? Yo'q, aynan kunduzi. Buni ertaga kunduzi amalga oshiramiz. Uzukni ber. To'g'ri qaror. Uzuk kerakmi, og'am? U senga ko'proq yarashadi. Hech qisi yo'q, hammasi joyida. Hammangiz qaytishingiz mumkin. Boringlar. Beriki. Endi ehtiyotkorroq bo'l. Xo'p, sir. Hoy. Isming nima? Tiga. Michael. Avstraliyalikni Nitsada ko'rdim deding. Shu rostmi? Aldayapti deb o'ylayapsanmi? U shunday deyapti. U hech qachon elchi bo'lmaganman deydi. Elchi emas, elchi bilan edi. Men elchi mehmonxonasida konsyerj edim. Qasam ichamanki, u yerda bir necha oy ishlagan. Yana kim bilsin. Men doim kayfda yurardim. Balki shuning uchun meni bo'shatishgandir. Balki shuning uchun bu yerdadirman. U Nitsada nima ish qilardi? Nima? Kitob yozyapsanmi? 3:13 da ketamiz. 3 soat 41 daqiqamiz bo'ladi. Neytral hududga chiqishga imkonimiz Buni yo'q. o'ylab ko'raman. Avval bir narsani tekshirish kerak. To'siqchi, Gorko o'rtog'ing bir martagina sepdi. Men kuyib ketishni xohlamayman. Sukra yana sepib ketsa yaxshi bo'larmidi? Ilojimiz bormi? Yo'q. Bu yoqqa kelishga sabab bo'lmagan shekilli. Nima qilasan? To'siqqa yana sepishi uchun kimnidir o'ldirasanmi? Qochishimizga yordam berganda seni jon deb o'ldirardim. Bilasizlarmi, qochishga nima yordam beradi? Narvon. Michael, tashqariga chiqqanimizdan keyin nima qilamiz? Narvon topinglar. Bunisi oldingisidan kaltaroq. Unda bir amallab uzaytirish kerak. Bo'pti, urinib ko'raman. Nitsada hech bo'lmaganman. U yerni chiroyli deyshadi. Bilmadim. Menga mana bu yigit seni taniydimi yo'qmi baribir. Qizig'i, uni seni kuzatib yurgani. Scofield, sizga odam keldi. Yaqinda bu yerdan qochamiz. U bizga xalal bera olmaydi. Scofield, sizga odam keldi. Hoy, oshna, buni qara. Seni yurtingda suyak tashlashadimi? Kameraga kiraylik, o'rgatib qo'yaman. Kamerangda suyak tashlashni taklif qilyapsanmi? G'alati. Ha. Juda kulguli. Ko'ylaksiz hamma erkaklar bilan shunaqa ser iltifotmisan? Kecha senga ovqat bilan joy bergandim. Men ham shunga ajablanyapman. Nima demoqchisan o'zi? Senga yaqin bo'lmoqchi emasman, tushundingmi? Shuni anglash qiyinmi? Likopchani oling. Neytral maydonga chiqish uchun minoralardagi ikkita soqchini chalg'itishimiz kerak. Bittasini to'g'riladim, boshqasida yordam kerak bo'ladi. Har kuni 1 dan 2 gacha uchishlikka chiqadi. 1 stakan qahva oladi. Qayerdaligini aniqlash, qahvaga bir nima solib qo'yish kerak. Qochayotganimizda behush bo'lishi uchun. 3 soat ichida shuni bitirishim kerakmi? Senga nima deyishni ham bilmayman. 3:13. 3:13 da hammasi boshlanadi. Sohilga 3:25 ga boramiz. Kunduz kuni. Kompaniya kechqurun 9 da qochishadi deb o'ylayapti. Ularni boshqa alda olmayman. Michael. Lekin Sara bilan LJ ni qutqarish uchun almashish joyini ko'rishimiz kerak. Kompaniya biror hunar ko'rsatsa-chi. To'pponcha topdingmi? Ha, topdim. LJ bilan Sara qalay.
Tirik. Yangi suratlarchi? Olib kela olmadim. Ular menga kerak. Olib kela olmadim. Ular tirik yoki yo'qligini qayerdan bilamiz? Bu ishni faqat ular uchun qilyapman. So'zim ularni tirik deyapti. Unga ishon. O'zing doim hech kimga ishonib bo'lmaydi derding-ku. Endi unga kafil bo'lyapsanmi? Vaqt juda ham kam. Quloq sol, Link. Agar LJ va Saraning suratlarini 2,5 da ko'rmasam, hech qayerga bormayman. Panjara ortida. 50-qism. Amerika pishlog'ini bu yerdan topib bo'lmaydi shekilli. Senga asabayroq yoqsa kerak. Ha, juda soz. 2 yil oldin Masyulda xizmat qilganman. Meni asirga olishdi. Ko'p o'tmay ikkita Amerika vertolyotining tir-tir ovozini eshitdim. Qo'llarim orqaga bog'langandi. Lekin yugurdim. Agar bu qutqaruv operatsiyasi bo'lganida, meni o'g'irlaganlar vertolyot ovozidan xavotirga tushardi-ku deb o'ylamabman. Bu garovdagilarni almashtirish ekanligi xayolimga ham kelmabdi. Qochishim dushmanlik harakati deb baholanishini ham meni o'sha zahotigina tutib olishdi. Otishmada 6 ta desantchi halok bo'ldi. Keyingi 3 hafta nima desam ekan? Bilasanmi? Odamlar iflos. Aniqlashtirib olaylik. Bu almashish. Quloq sol. Qahramonlik qilmasang, otang ikkovingiz sog' omon qolasizlar. Uqdingmi? Ha. Yaxshi. Ol ye. Norman? Norman? Tasavvur qilyapsan, u Lecherani afzal ko'rdi. Norman. Uni pul to'lagandan keyin o'ldirasanmi yo oldin? Istaganida o'ldiradi. Tomog'im qurib ketdi. Ichishga biron narsa olib kel, yigitcha. Balki buyruqni ko'rmagandirsan. Meni ko'tarishdi. Meni nima deding? Nima bo'ldi? Tila chiqib pakana. Mana nima bo'ldi. Men uni hoziroq ringga chaqiraman. U bilan gaplashaman. Bor. Biz hali tugatmadik. Hammangiz chiqing. Biz shunchaki Yo'q. Topshiriq haqida. Nimani aniqlading? bunday ishlarga vaqt kerak. Axir ularning yoniga borib, Lecheraga xiyonat qilganlar qo'lingizni ko'taring deya olmayman-ku. Men qamoqda qulog'im bo'lgin desam, sen hech nima eshitmadingmi? Har gal bir nimani aniqlashga uringanimda, Semi doim mavzuni o'zgartiradi. Men u deb aytmayapman, lekin Seni gumonlaring kerak emas, menga natija kerak. Natija, tushundingmi? Tinchlikmi? James sog'mi? Ha, hammasi yaxshi. Bu qayerdan keldi? Uripdan. Badagadan bir necha kilometr narida. Sendan iltimos qilsam, minoradagi soqchini taniy olasanmi? meni tutib olishlarini xohlamayman. Taniy olasanmi yo yo'qmi? Ha. Lincoln, Ha, nimaga? menga bir narsa kerak.
Teodoro beozor, u shunchaki masxaraboz. O'lgan masxaraboz. Gapirmoqchi emasdim-u, lekin kecha kechqurun qarta dastasini qidirayotgandim. Lekin mana bu narsani topdim. Uni mendan berkitib qo'ydingmi? Shunday qildingmi? Kutmagandim sendan. Olaver, uni ta'mi dabdala. Bu yerda bundan yaxshisini topolmaysan. O'zi qayerdan olding, Avgustodanmi? Jo'natmaydigan qilib qo'yishim mumkin. Lekin men unga ishlamayman, bildingmi? Olaveraymi? Men yaqin joyda edim. Va meni ko'rgani keldingizmi? Sizga yordam berishga keldim. 2 sutkada sizni Shom qamog'iga ko'chirtirishim mumkin. Sent Luiskami? Salins qattiq tartib bo'lsin degandi, lekin uni ko'ndirdim. Jazo muddati qancha ekan? 25 yilmi? Umrbodmi? Direktor Lincoln Berozning ishi bo'yicha hukumatga qarshi guvohlik evaziga bizga biroz yengillik beryapti. Shuning uchun 8 yilga nima deysiz? Salins tugatishi bilan sizni olib ketishga tayyor bo'lamiz. Menimcha yo'q. Nima? Uringaningiz uchun rahmat. Lekin men 8 yil o'tira olmayman. Bu yerda 10 yil o'tirasiz. Hukumat yordam evaziga yordam talab qiladi. AQShga qaytgach, hamkorlikdan voz kechsangiz, hamma qotilliklarni esingizga solishadi. Bu kelishuvga rozi bo'lmasangiz, butun umr qamoqda qolasiz. Urinishlaringizni qadrlayman. Juda ham. Alex. Yo'q. Alex. Qochayotganda meni o'ldirishsa, mana buni sevgilimga berib qo'yasanmi? Yaxshi. Men ham sen uchun shunday qilishim mumkin. Men uchun baliqchilar nayzasini sanchib qo'y. Shunchaki taklif qildim. Halok bo'lish taqdirimga bitilgan bo'lsa va menga yordam bermoqchi bo'lsang, kelishilgan shartni bajar. Harakat qilaman. Umid qilaman. Bugun nima bo'lyapti? Mana. Sinovingdan o'tdimmi? Baliqchiman degandim-ku. Ishlar qalay? Neytral maydonga o'tishimizga zarur kamerani topdim. To'siqqa avvalgidan ham uzoqroq, lekin boshqa iloji yo'q. Qanaqa kamera? Kimniki? Papo, Chayo va Semniki. Nimani o'ylaganingizni bilaman, lekin minoradagi soqchilarga sezdirmay to'siqqacha borsa bo'ladigan 2-qavatdagi yagona kamera. Kamera bo'sh bo'ladimi yo'qmi? Qayerdan bilamiz? Soat 2da hamma kunduzgi futbol uchun hovliga chiqish kerak. O'yin boshlanganga o'xshaydi-ku. Kimdir bahsni ringdan tashqarida hal qilibdi. Bu taxlit qonunchilik tizimimizga qarshi chiqqan har qanday odam jazolanishi kerak. Tushunaman, qo'rqoq o'zi tan olmaydi. Lekin bu sharmandali voqea haqida kimdir nimadir bilsa, men bilishim kerak. Men bilishim. Yur kichkina. Nega men? Lechera seni chaqirdi. Qimirla. Seni har kuni hovlida amerikacha kiyimda amerikacha o'yin o'ynayotganingni ko'raman. Bu yerga kelgandan beri biroz ispancha gapirmading shekilli. Inglizcha gapirishni yoqtiraman. Seni xohishing. Amerika ajoyib mamlakat. Hamma uchun yagona millat, erkinlik va adolat, to'g'rimi? Ha. Hamma uchun adolat. Men uchun va sen uchun. Ana bu oqni hovlida o'ldirgan